Assalomu alaykum qadrli bizni kuzatuvchilar. Xo'jalikda ishlatish uchun 7 ot kuchli motobloklarda qator oralariga tushuv ishlash uchun qanday agregatlar qo'yganim yaxshi degan akalarimiz uchun bugun agroservis do'konlarga yangi partiyada yetib kelgan motobloklarimiz va agregatlarimizdan ham yangi partiyalarda yetib keladi. E'tibor berishlaringiz mumkin. Temir balonlarimiz, chizellarimiz va o'zini komplektdan chiqadigan pichoqlar yordamida agatlarning orasini kultivatsiya qilishni ham sizlarga qisqacha ma'lumotlari, narx-navlari, sifatlari haqida tanishtirib o'tamiz. Kimga mana shunday motobloklar, agregatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Hozirgi kunda agroservis do'konida juda ham katta aksiya ketmoqda. Ko'rib turgan barcha turdagi motobloklarimiz uchun 7 ot kuchidan boshlab 17 ot kuchigacha hamma motobloklarimiz uchun bonuslari bilan qilib beryapmiz. Bonuslarini olish uchun faqatgina mana shu videoga bitta like tugmasini bosib, kommentariyaga kirib omad yozib qoldirib qo'ying. Do'konimizga kelganingizda mana shu turdagi original TX motobloklardan yoki boshqa turdagi arzonchiroq motobloklardan olsangiz ham bonuslari bilan qilib beramiz akalar. Videoni oxirigacha kuzatib boradigan bo'lsangiz, do'kon ichida baraban joylashtirilgan barabanimizni ham sizlarga qisqacha ma'lumotlarni berib boramiz. Xo'p, ko'pchilik akalarimiz so'ragan qator oralarga tushuv ishlash uchun o'zimda 7 ot kuchli motoblogim bor yoki komplekt holatda olmoqchiman degan akalarimiz uchun sizlarga mana shu turdagi 7 ot kuchli motoblogimizni e'tibor bering. Temir balonlari eng original sifatli listlardan foydalanilgan katta balonlardan qo'yib ishlangan, futulkalari ham o'ziga birga bir tushadigan variantlaridan orasini razmeri 28 sm bo'ladi akalar. Bu 28 sm qilganimiz sababi 60, 70, 80, 90 agat oralarida o'ynab qolmasligi uchun bemalol agat oralariga tushib ishlab beradi. Bu temir balonni qo'yganingizdan keyin orqasiga mana shu turdagi chizellar yordamida agatlarning orasini kultivatsiya qilishda juda ham sifatli ishlab beradi akalar. Xo'p, 50, 60, 70 agatlarga ligirovka bo'lib ishlaydigan chizelimiz bo'ladi akalar. Stoykalarga, lapkalarga va mana shunday listlarga bitta ahamiyat berasizlar akalar. Listlari ham qalin, yaxshi listlardan foydalanib qo'yilgan bo'ladi. Stoykalari ham anchagina qalin, yaxshi stoykalardan qo'yib ishlangan, bukilib, eshilib, sinib ketmaydi xudo xolasa akalar. Xo'p, aytib o'tganimda 50, 60, 70 agatlargacha ligirovka qilib ishlatsangizlar bo'ladi. Temir balon bilan foydalanadigan bo'lsangiz yaxshiroq effekt beradi. Agarda sizga mana shunday komplekt holatda olmayman ukajonim, o'zini frezalari yordamida ham kultivatsiya qilish imkoniyati bormi degan ekanimiz uchun e'tibor bering. O'zidan chiqadigan bitta qatorli frezalar yordamida hozirda bu futulkasi chiqqan turibdi, lekin siz buni mana shu palis o'tkazadigan joyini shunday kesib qo'yadigan bo'lsangiz, bemalol agatingiz orasini 60, 70, 80, 90 agatlaringiz orasini kultivatsiya qilib beradi. Xo'p, razmeri o'zgaradimi bunda ham degan ekanlar uchun razmerlar o'zgaradi. E'tibor bering, mana shu joyda motoblok o'zida bitta, ikkita palis tiqadigan joyi bo'ladi. Siz agar ensiga qo'yadigan bo'lsangiz, kichikroq agatlaringiz orasiga tushib ham bemalol mana shu pichoqlar yordamida kultivatsiya qilishingiz mumkin. Pichoqlari ham eng sifatli, yaxshi pichoqlardan foydalanilgan TX motoblogini ko'pchilik akalarimiz biladi. Xo'p, frezani qo'yganingizdan keyin bir qator chopiq qilib bo'lganingizdan keyin orqasiga mana shunday agatlarni ulab oladigan bo'lsangiz, o'zi chopgan joyini ikkinchi marta yurganingiz hisobiga ikkinchi skorda foydalanadigan bo'lsangiz, bemalol agatlarni olishda ham ishlatishlaringiz mumkin. Bu balonlarni nima uchun turibdi degan ekanimiz uchun, bu balonlar o'zini komplektda bo'lganligi uchun turibdi. Hozirgi kunda motobloklarimizni barchasiga frezalari, dokumentda kulishlari, garantiyalari bilan qilib beryapmiz akalar. Xo'p, agarda sizga mana shu ko'rib turgan 7 ot kuchli motoblogingizda o'zidan chiqadigan mana shunday komplekt holda frezalari bo'linadigan variantlari kerak bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kunda agroservis do'konlarida har xil turdagi 7 ot kuchli assortimentda motobloklarimiz bor. Motobloklarimizning narx-navolari 3 million 300 ming so'mdan 4 million 700 ming so'mgacha xarid qilib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga motobloklar uchun agregatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'rib turgan temir baloningiz, chizelingiz har xil turdagi assortimentlardan bor. Narxlari esa o'tganimda 600 ming so'mdan 950 ming so'mgacha har xil turdagi assortimentdan olishingiz mumkin. Xo'p, aytib o'tganimda bu temir balon va chizellarimiz 7 ot kuchli motoblogimiz barcha turiga tushadi. O'zingizda motoblogingiz bo'ladigan bo'lsa ham qo'yib ishlatishlaringiz mumkin. Xo'p, motobloglarimizning qisqacha ma'lumotlarini berib o'tib ketaman. Hozirgi kunda ko'pchilik akalarimiz so'ragan original va prostoy motobloglardan so'ragan akalarimiz uchun prostoy motobloglarimizdan ham yetib kelgan. Prostoy motoblogimiz deganimiz sababi hozirgi kunda e'tibor bering, moydachilari yo'q,
lekin motorlari 170 benzinli motorlar bilan foydalanilgan hozirgi kunda narx-navolari 3 million 500 ming so'mdan qilib qo'ydi akalar. Komplektga frezasi, dokument kulishlarini qilib beramiz va undan tashqari o'zining ichidan komplektdan nima chiqadigan bo'lsa, hammasini qo'shib beramiz. Va bu motovlogimiz uchun ham bonuslari bilan qilib beramiz. Faqatgina garantiyasi bo'lmaydi akalar. Arzonchiroq modellaridan ko'ra yaxshiroq, sifatliroq modellaridan so'ragan akalarimiz uchun TX motovloglarimiz original variantidan va prostoy modellaridan ham bor akalar. Xo'p, original variantini qayerdan ajratamiz degan akalarimiz uchun original variantda e'tibor bering. Moydachilar, motorlari o'yib yozilgan varianti, benzin boglari o'yib yozilgan, orqa kirishkalar temirli, hamma siz original variantda nimani ko'radigan bo'lsangiz, hammasi mana shu TX motobloglarda bor akalar. E'tibor beringlar, mana o'zini bloglariga ham TX deb o'yib yozilgan varianti bo'ladi. Ma'lumotlari o'zini mana shunday hamma turdagi ma'lumotlari berilgan, razmerlari, kilolari hamma seriya raqamlarigacha bor. Xo'p, 7 kuchli original TX motoblogimizni yoqilg'i turi benzin boki 3 litrlik bo'lib ishlangan akalar. Soatiga juda ham ekonomik, yarim litrdan 700 grammgacha nagruzka holatda rasxod qilib beradi akalar. Xo'p, oldiga 2 ta skor, orqaga bitta skorlar bilan jihozlangan bu motoblogimizda hozirgi kunda komplektiga frezalari, dokumenti, kulishlari va garantiyalar bilan qilib beryapmiz. Original variantini pichoqlari bo'linadigan variantlardan qilib beryapmiz. Xo'p, original variantini agroservis do'konlaridan kelib, atiga 4 million 500 ming so'mdan xarid qilib olishlaringiz mumkin. Agarda sizga prostoyroq modellar kerak bo'ladigan bo'lsa, prostoy modellaridan ham bor akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. 7 kuchli TX motoblogini atrofda e'tibor bering, mana shu variantini atrofda 3 million 700, 4 milliongacha sotilyapti, lekin agroservis do'konlarida prostoy garantiyasi yo'q modelini atiga 3 million 300 ming so'mdan kelib xarid qilib olishlaringiz mumkin. Prostoy garantiyasi yo'q modeli TX motoblogidan. Xo'p, aytib o'tganimda bizning do'konimizda har xil turdagi assortimentlardan bor. Kelsalarning narxlarini eng arzon narxlarda xarid qilib olasizlar va undan tashqari bonuslari bilan olishlaringiz mumkin. Mini kultivatsiya apparatlar deysizmi, motobloglar deysizmi, motobloglar uchun aravalar, karcherlar hammasini optim baza narxida xarid qilib olishlaringiz mumkin. E'tibor berishlaringiz mumkin, aravalarimizdagi har xil turdagi assortimentlardan bor. Kattaroq, kichikroq, o'rtacharoq har xil turdagi assortimentlardan bor. Xo'p, xohlaganlar uchun upakovka holati, xohlaganlar uchun yig'ilgan holatida va undan tashqari motobloglar uchun kerak bo'ladigan agregatlar hammasidan topsangiz bo'ladi. Undan tashqari do'konimiz ichida e'tibor bering, har xil turdagi gusunishli motobloglar deysizmi va undan tashqari ikkita sepli variantlardan deysizmi, hammasidan topishingiz mumkin. Xo'p, bizning videolarni qo'llab-quvvatlab, like tugmasini bosingiz va kommentariyaga omad yozib qoldirdingiz. Do'konimizga kelganingizda motoblog xarid qilib olganingiz uchun mana shu barabanimizni aylantirasiz. Bir marta aylantirib sizga imkoniyati beriladi. Aylantirganingizda nimaki sovg'a tushishidan qat'iy nazar shu joyda ko'rgan 100 xildan oshiq sovrinlaringizdan biri sizga motoblogingiz uchun bonus sifatida berib yuboriladi. Gap kesalaring, xudo xolasa, omadingizni sinab ko'ring va tushgan sovrinlaringizni tekinga olib ketishlaringiz mumkin. Motoblogda narxlarni aytib o'tilgan narxlardan arzonroq modelini olasiz, arzonroq variantlarida olasiz va undan tashqari bonuslari bilan olishlaringiz mumkin akalar. Xo'p, manzilda so'ragan akalarimiz uchun manzilimiz Farg'ona shahar avval qishlog'i agroservis do'koni. Qishloq xo'jaligi texnikalarini optim baza skladdan xarid qilib olaman degan akalarimiz pastdagi nomerlarga murojaat qilishlaringiz mumkin. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Keyingi videolarni o'tkazib olmaslik uchun obuna tugmasini bosib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.